o'g'illaringizni dovyurak, qo'rqmas, jasur bo'lishini xohlaysizmi? Unda mana shu kabi toychoq o'yinchoqlarida o'tkazib mashq qildirishni tavsiya qilamiz. Buning 3 ta foydasi bor. Birinchi, eng asosiy sababi ularda yuragida qo'rqmaslik xususiyati, yigitlik xususiyati paydo bo'ladi. Kelajakda katta otlarga o'tirsa ham qo'rqmaydi. Ikkinchi foydasi tibbiy foydasi. U ham bo'lsa, kishining miyasini ichida, xosatan ichki quloqda muvozanat a'zosi bor. Otolitiv apparat deydi. Ana toychoqqa o'tirib oldiga orqaga mashq qilgan vaqtida ana shu otolitiv apparat harakatga keladi va demak bosh aylanishi, ko'ngil aynashi kabi holatlardan qutuladi bola. Uchinchi eng katta foydasi, bolalar hayvonlar bilan muloqotga kirishga bolaligidan o'rganib boradi. Natijada katta otni oldiga borsa ham qo'rqmaydi, ularga mehr muhabbat uyg'otadi. Olurmi? Bo'ldi, buni qaytaroq ketamiz.